Xo'sh, boshladik. Bugun HTMLni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, boshladik. Birinchi dars. HTML nima o'zi? HTML dasturlash tilimi? Aslida HTML dasturlash tili emas. Ya'ni dasturlash tili deganda, masalan, Python, Java, C++, C# degan dasturlash tillari bor. HTML dasturlash tili emas. Xo'sh, HTMLni o'rganishimiz uchun web dasturlashni o'rganishimiz uchun bizga kerak bo'ladi VS Code, ya'ni mana bu Visual Studio hamda albatta internet brauzer. Biz Google Chromedan foydalanamiz. Keling ishni boshlashdan oldin birinchi papka sazdat qilib olamiz. Mana sichqonchaning o'ng tomonini рабочий stolni bo'sh oynasiga olib kelamizda, sazdat yaratish papka. Keling loyiha bir qo'yaylik. Birinchi loyihamiz. Buni sichqonchaning o'ng tomoni bilan mana VS Code ustiga olib kelib tashlasak kerak emas. Xabarni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana biz tashlagan loyiha papkamiz va bu VS Code'ni ish maydoni. VS Code'ni imkoniyatlari juda ko'p. Faqat hozircha boshlanishida HTMLda, CSSda, JSda oddiy kod yozishlarni ko'rib chiqamiz. Keyinchalik professional terminallari bor, boshqalarni o'rganamiz. Siz kompyuteringizda VS Code bo'lmasa, VS Code'ni o'rnatib oling. O'rnatgandan keyin birinchi qiladigan asosiy ishimiz faylga kiramizda mana bu joydan avtosaqlanishni yoqib qo'ying. Bo'lmasa har bir yozgan kodingiz uchun saqlanib qilib yurasiz. Ya'ni fayl avtosave. Bo'ldi, ketdik. Endi qarang, loyiha degan papkamizni ochib qarasak, ichida hech narsa yo'q, bo'sh. Endi kodga o'tamiz. VS Code'ga. Mana bizning papkamiz va papkani yoni bilan sichqonchani olib kelsak, birinchi new file va yonida new folder. Folder papka, fayl bizda fayl kerak. Faylimizning nomini index deb nomlaymiz, ya'ni index deb yoziladi va nuqta yumshoq h bilan html. E'tibor bering, mana index.html yozganimdan keyin mana bu uchburchak qavsli joy ochildi. Ya'ni bu nuqtadan keyingi bu yoq qismi kengaytma deyiladi. HTMLni kengaytmasi .html. Masalan, bu joyga jahon.html yozsam ham, mana qarang. Mana nuqtadan keyin HTML bo'lgani uchun buni ham kengaytmasi. Index bo'lmasa ham ishladi. Keling shuni o'chiramizda. Ortiqcha bo'lib qolsa, mana sichqonchani qaysi faylni o'chirmoqchi bo'lsak, yoniga olib kelib o'ng tomonni bossak, rename bor, delete bor. Rename bu xatoni yozib qo'ysak, to'g'rilashimiz mumkin. Mana html yozib qo'yamiz, qarang. Mana shu xato yozib qo'ygan paytimizda sichqoncha bilan mana bu joyni bosib, uni to'g'rilashimiz mumkin ekan. Bizda to'g'rilash emas, o'chirishimiz kerak. Mana o'chirib qo'ysangiz ketdi. Bizda index faylimiz qoldi. Xo'sh, endi HTML ga kirib kelamiz. Nazariylarni gapirib bo'ldik. HTML nima qiladi? Bizda web saytimizni HTML strukturasini qurib beradi, ya'ni yozuvlarni, ko'rinishini, hammasini qurib beradi, videolarni joylashtiradi. Faqat stil yo'q, harakat yo'q. HTMLimiz, qarang, mana bu joyda yozib ko'rsataman. Qarang, HTML ni bosadigan bo'lsam, klaviaturadan tab yoki enter tugmasini bossam, bitta e'tibor bering, mana bu HTML. Buni nomi tag deyiladi. Tag. Bu ochuvchi tag va yonida mana qarang, slash bilan farq qilgan yopuvchi tagdan iborat. Demak, HTMLlarimiz tagdan iborat, HTML yozadigan kodlarimiz taglardan iborat bo'lar ekan. Yaxshi.
Endi HTML strukturasini ko'rib chiqamiz. HTML ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchi head, ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, head nima deganini biladi. Ya'ni bu bosh qismi. Mana e'tibor bering. Head ham ochuvchi va yopuvchidan iborat. Mana bunisi ochuvchi, mana slashchasi, ya'ni tayoqchasi bilan yopuvchi. Va ikkinchisi body, ya'ni body yoziladi, tana. Mana bu ham ochuvchi va yopuvchidan iborat. Tamom. HTML taglardan iborat ekan va u ikki qismdan iborat, ochuvchi tag va yopuvchi tagdan iborat bo'lar ekan har biri. Bo'ldi. Endi ko'pincha darslarda hazillashib aytamiz, dasturchi zoti sal yalqovroq bo'ladi. Shuning uchun o'ziga yozishga qulay sharoitlar yaratib oladi. Bu qulay sharoitlardan bittasi HTML ni yozayotganimizda e'tibor bering. Ya'ni HTML ochuvchi, yopuvchi bir boshdan yozib chiqmaslik uchun osonroq yo'llarni ishlab chiqilgan. Tepada bir raqam bor, ya'ni undov belgisi bor. Shuni shift bilan bosadigan bo'lsak, ekranga mana undov chiqadi va tab belgisini bossak, HTML ni birinchi tayyor strukturasi chiqib keladi. Ya'ni 11 qator kod. E'tibor bering. Mana bu qismdan boshlangan HTML, tepa qismida doc.html HTML boshlangan va mana bunday. Bu HTML ochuvchi tag, bu yopuvchi tag. Endi HTML yopuvchi va ochuvchini ichida yoziladi hamma taglarimiz. Mana bu head qismi, bunisi esa body qismi. Demak, avtomatik yozgan paytimizda bizga ishlashimiz uchun qulay qilib qo'yilgan qo'shimcha atributlar yozilgan. Mana bu yana eslatib o'taman. Doc.html HTML ning 5-avlodi degani, undan keyingisi mana bu joyda taglarning ichida qo'shimcha imkoniyat funksiya beradiganlari atribut deb ataladi. Bu lang, ya'ni language yoziladi ingliz tilida. Language atributi. Demak, saytimiz tili ingliz tili ekan. Bu atribut ekan. Endi head qismiga e'tibor bering. Head qismi ham o'zining ikkita meta tagi hamda title bilan paydo bo'ladi. Xo'sh, birinchi meta tagimiz UTF-8. Bu vazifasi nima? Shu joyda sinchkovlar bo'lsa, meta tagini yopuvchisi yo'qligini payqab qoldi mana. Qarang, ochuvchi tag, yonida yopuvchisi yo'q mana. Head ni ochuvchi yopuvchisi bor, body ni ochuvchi yopuvchisi, HTML ni ochuvchi yopuvchisi, mana hattoki title ni ochuvchi yopuvchisi bor, meta tagimizni yopuvchisi yo'q. Bizda bunaqa yopuvchisi yo'q, tog' taglar ham, bo'ydoq taglar bilan hali uylanmagan taglarimiz ham uchrab turadi. Demak, UTF-8 hamda meta viewport bularni nima uchun avtomatik yozib beradi? Bularni biz yozib o'tirmaymiz. Bu brauzerda ma'lumotlarni to'g'ri o'qishda yordam bersa, bu moslashuvchanlik beradi. Viewport saytimizda telefon, planshet va hokazolarga moslashuvchanlik beradi. Keyinchalik bularni yana mukammal tushuntirib o'taman. Hozircha title qismini tushuntiraman. Ikkinchi, mana bu loyiha degan papkamizni ochsak, boshida ko'rsatgandim, bo'shida ichida mana index degan HTML degan fayl paydo bo'ldi. Shuni ochib ko'ramiz. Qarang, mana biz ochgan o'ynamiz va tepasida dokument degan yozuv bor. Bunda mana HTML, bunda HTML kurs rejasi, bunda to'liq dars rejasi degan yozuvlar bor, lekin bizniki bunisi. Ketdik. Endi shu joyni o'zgartiramiz. Dokument degan joyimizda birinchi dars so'ziga o'zgartiramiz. Diqqat bilan qaraymiz va YouTube'ni yangilasam, birinchi dars degan yozuvga o'zgardi. Demak, title head qismidan biz faqat title, ya'ni sarlavhaga tega olamiz. Buni o'zimiz mavzuga moslab o'zgartiramiz. Shu bilan head qismida hozircha bizga kerakli narsa yo'q. Qolgan qismi body, ya'ni tana qismida bo'ladi. Mana shu joygacha va boshida boshlagan nazariylarim tushunarli bo'lsa, xo'sh, endi ikkinchi darsni boshlaymiz. Ya'ni kodimizni yozamiz bugun. Boshladik. Body qismiga o'tamiz hamda
Yumshoq H bilan bir harfini bosib, ko'ring mana o'zi chiqib keladi. Tab tugmasini bossak, bizda H1 deydi. Ya'ni o'zimiz tilga aytsak H1 tagi ochuvchi va yopuvchisi bor mana. Paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa teglarimizdan 6 ta bor. Mana H2, H3, xo'sh H4, H5. Pastga tushirmadim. Tushirib olaylik. Demak, H6. E'tibor bering. H7 ni ham yozib beraylik. Mana H7 ni yozib tabni bossam chiqmaydi, chunki yo'q. Endi mana shunday 6 ta sherigi bor. Buni yozamiz endi. Qarang. Salom dunyo. Keling biz shuni o'zgartirib salom jahon deb o'zgartiramiz. Mana o'zgarmaydi, faqat yozuv. Endi shuni hammasiga yozib chiqamiz. Demak, kopiya qilish, agar kimlardir ko'rmagan bo'lsa tezkor klavishlarimizdan klaviaturadagi Ctrl, ya'ni Ctrl yozilgan tugma bor. Shuni bosamizda Ctrl ni belgilaymiz. Ctrl va C, ya'ni kirillcha C harfini bosamiz va kerakli joyga kursorni etib Ctrl V, o'sha C ni oldidagi V. 4-chi S ni bosib qo'ymang. U saqlanib qiladi, kopiya qilmaydi. Ana. Tayyor. Endi natijani ko'ramiz. Yangilasak, mana tepadan yangilasak, mana salom jahon degan yozuvlar chiqib keldi. Endi bu H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 xullas mana H1 dan H6 gacha, ya'ni eng kattasi H1, 2, 3, 4, 5, 6. Qarang, to'rtlarimiz ko'payib ketdi. Nega sanoqda ko'payib ketdi desam? H1, H2, H3, H4, H5, H6 ta. Mana H1 dan deydi H6 gacha. Xo'sh, bular nima? Bu sarlavha elementlari hisoblanadi hamda bularda mavzularni sarlavhasi yoziladi. Biz birinchi tekst yozishni ko'rib chiqamiz. HTML da, ya'ni harflarni, tekstlarni qaysi teglarni ichida yozamiz. Birinchi o'rgangan tegimiz, demak, H1 dan H6 gacha. Keling, H1 qolsin, qolganlari o'chsin. Bu yerda yozamiz HTML birinchi dars. Endi qolgan ma'lumotlar, yirikroq matnlar HTML da P tegi, ya'ni P harfi paragraf tegini ichida yoziladi. Masalan, yozib qo'yamiz. Bugun HTML ni to'liq o'rganamiz. Xullas, mana qarang. Bizda natijamiz tayyor. HTML dars, bugun HTML to'liq o'rganamiz va hokazo va hokazo. Mana matnimiz. Demak, bu sarlavhasi bu esa ichidagi matni ekan. Davom etamiz. Endi buni yozishni ko'rdik. Keyingi o'rganadiganimiz, bizni saytimiz bor. Endi u saytimizga video, audio hamda rasm joylashtirishimiz kerak. Keling, rasmdan boshlaymiz. Rasm image tagi bilan joylashtiriladi. Xo'sh, sinchkovlar yana ko'rdi. Imageda ham mana bu kabi yopuvchisi yo'q. Bu ham hozircha bo'ydoqlar safida. Qarang, image yozilgandan keyin xuddi tepada ko'rgan mana bu yerda length atributi bo'lsa, bunda ham CRS, ya'ni source hamda alt atributlari bor ekan. Endi source nima, alt nima? Source bu rasmning manbasi, alt esa izohi. Endi rasm joylashtirishning ikki usuli bor. Birinchisi, loyiha papkamiz ichiga o'sha rasmni olib joylashtiramiz. Ikkinchisi esa internetdan to'g'ridan to'g'ri. Keling, biz mana rasmni papkamizga olamiz, videomizga kerakini olamiz. Bizda faqat qo'shiq qoldi. Qo'shiqda ham yuklab olamiz. Endi siz kompyuteringizda bo'lmasa, Telegramdan ham, Telegramda ham masalan Kamron
Mana songbot deb yozsak, xohlagan qo'shig'imizni topib beradi. Bugun eshitgan qo'shig'im bor. Hey, cha. Yo, neydi qo'shiq nomi? Mana hey, qizcha, ko'zlari yoshcha. Yoshcha. Shoh qo'noq qo'shiq ekan. Hey, qizcha, ko'zlari yoshcha. Deydimi? Nima bo'lsa ham shuni joylashtiramiz endi. Ovoz baland qilib qo'yamiz. Endi papkamizga e'tibor bersak, mana bizda video, audio hamda rasm bor. Endi saytimizga shularni joylashtiramiz. Demak, image bor ekan bizda, mana yozdik. Mana shu source, ya'ni CSS bu manbasiga, qarang, ikkita qo'sh tirnoqning ichiga klaviaturadan M harfidan keyin virgul bor, undan keyin nuqta, mana shu nuqtani va yonidagi slash belgisini, tayoqchani bosamiz. Demak, bizga rasm kerak. Rasm mana bu. Endi shunchaki natijani ko'ramiz. Natijani ko'rish uchun papkadagi index.html ni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizda hozircha kichaytirib ko'rsak, rasm formati kattaligi uchun mana ma'lumotlar va rasmni joylashtirib berdi. Endi rasm yuzda turgan paytda kichkina ko'rinishi uchun kodimizga kirib, mana bu alt qo'sh tirnog'idan keyin bitta joy tashlaymiz. WE yozsak, width degan funksiya chiqadi. Shunga 200 piksel qo'yib qo'yaylik hozircha. Keyin bularni to'liq nima uchun unaqa qo'yganimizni ko'rib chiqamiz. HTML dars mana yuzda turibdimi? HTML dars, bugun mavzular va joylashtirgan rasmimiz mana bu yerda paydo bo'ldi. Xo'sh, mana bu yerda biz alt qismida hech narsa yozmay ketdik, e'tibor bering. Alt qismi nima? Bu alt qismi izoh, masalan, bolalar rasmi deb yozamiz. Xo'sh, endi yangilasak bizda bu natijaga aslida ko'rinmaydi. Mana alt qismi bor yo'q, farqi yo'q. Lekin qarang, nimadir bo'ldi-yu, joylashtirgan rasmimizda muammo bo'ldi saytimizda, lekin saytimiz ishlayapti. Qarang, mana rasmni belgisi, rasmda muammo borligini ko'rsatadi. Mana bolalar rasmi. Agar mana alt qismida shu izohni yozmasak, shunchaki rasm bor deb ko'rsatadi. Biz saytimizda kirgan foydalanuvchi unga qanaqa rasm borligini bila olmaydi. Yozmay ketsak ham hech narsa qilmas ekan, lekin professionallikdan qochar ekan. Xo'sh, keyingisi video. Video o'zimizni video deb yozsak, mana video deb chiqarib beradi. Bunda ham source bor, nuqta slashni bosamizda, mana bu qischa. Mana bu cars videomiz ekan. Yangilasam, rasmni joyiga qaytarib qo'yaylik. Rasmni boshqatdan joyiga qaytarib qo'ya qolaylik. Formatini kichiktirdik, mana bu joyda. Bu rasm emas, bu videomiz ekan. Rasmimizni hozir rasmni ham ulab olay. Image, boshdan ko'rsatib beraman, nuqta slash bo'ldi. Bu yoqdan yangilaymiz, rasmimiz paydo bo'ladi. Mana
Faqat buni ekranda kichikroq ko'rinishi uchun bunga nima yozgan edik? W va 250 piksel. Xo'sh, mana rasmimiz bor. Rasm kichrayib qoldi. Mana bu yerda 250 qo'yganimizga. Videomizni formatini ham xuddi shunday kichraytirib turaylik vaqtincha. Wiz deb yozib, videoga ham 250 beradigan bo'lsak, ikkalasi bir xil bo'lib qoladi. Xo'sh, rasmniki 25 piksel bo'lib qoldi. Endi e'tibor bering. Bu qismda videomizni boshlay olmayapmiz. Bu ham xuddi rasm shaklida ko'rinib qoldi. Shuning uchun bizda kerak mana bu videomizda boshqaruv atributi. Joyini e'tibor bilan qarang. Mana bu oxirgi qo'sh tirnoqdan keyin bitta joy tashlaymizda controls deb yozib qo'ysak, bu controls bizda boshqaruvni chiqarib beradi. Mana e'tibor bering, mana bu qismida boshqaruv chiqdi. Bosadigan bo'lsak, mana videomiz boshlanadi, mana harakatlanadi, ovozini pasaytiramiz, ortga o'tkazamiz. Xullas, videoni boshqaruvi chiqdi. Controls atributi bilan. Xo'sh, endi audioni joylashtiramiz, qo'shiqni. Audio tegi bilan joylashadi va unda ham /audio va bunga ham birdan controls qo'yib ketaylik, bunisi ishlamaydi. Bunda ham boshqaruv paneli chiqishi kerak mana. Endi yangilaymiz. E'tibor bering. Bemalol ovozni o'chirishimiz, tezligini, xullas nima kerak bo'lsa qila olamiz. Bu rasm joylashtirish, qo'shiq joylashtirishlarni birinchi usuli. Odatda rasmlar ba'zan rasm havlasi orqali ham joylashtiriladi. Keling, mana shu yerdan birorta rasm olamiz. Bu qismga o'taylik. Masalan, futbol. Kartinkaga kiramanda. Mana shu rasmni olmoqchiman. O'ng tomonni bosaman. Kopировать urul kartinkani kopiya qildim. Endi bemalol kodga kirib, pastdan image joy tashlaymanda, o'sha source'ga kopiya qilganimni Ctrl V bilan joylashtirib qo'yaman. Bo'ldi. Yangilasam, mana bizning birinchi darsimiz. Joylashtirgan videoimni ham, rasmimni ham mana shu shaklda joylashtirsak bo'ladi. Lekin baribir bu xavfsizligi o'zini papkangizga joylashtirganda emas. Qachondir siz olgan manzildagi rasm nimadir bo'lib o'zgarish bo'lsa, sayt ishlamaganda sizda rasm ishlamaydi. Shuning uchun o'zingiz xohlagan usuldan foydalanib harakat qiling. Ketdik, bu usullarimiz tugadi. Keyingi mavzuga o'tamiz. Biz dars rejamiz bor edi. Xo'sh. Demak, HTML da kirishni ko'rdik. Mana ro'yxatlar, hujjat tuzilishi, matn elementini ko'rdik. Hujjat tuzilishini ko'rdik. Body, title, meta taglar, matn elementini ko'rdik. Matn elementidagi BR, HR, strong, M, mark, small degan matnlarda ishlatiladigan nimani ko'rmay ketibmiz. Ketdik, bu qismini komment olib qo'yaman. Xo'sh. Buni ham olamiz, mayli. Qarang. Pin ichida salom deb yozdim. Endi shu pinni ko'paytirib olaylik. Birinchisi B, ya'ni mana shu keling, boshqacha soddaroq qilib beraman. B tagi B ni bosamiz. Shuning ichiga ham salom deb yozamiz. Undan keyin I ni bosamizda salom deb yozamiz. Xo'sh, undan keyin U salom, undan keyin del, ya'ni deletini qisqartmasi,
salom, bor m, salom va mark deganimiz bor. Mark. Vamiz salom. Bo'ladi. Shularni ko'rib chiqsak. Yangilasam, birinchi dars. Xo'sh, bu P bilan yozgan, ya'ni odatiy yozuvimiz. Kattalashtirib ko'rsatsizda. Bu B yoki strong tagi bilan yozsak, boshqalardan ko'ra mana yozuvimiz qalin, ya'ni jирный qilinadi. I yoki M tagi bilan yozsak, mana M bo'lsa, bunisi I sal egiltiriladi, ya'ni italik qilinadi. U tagi bilan yozilgan yozuvlarning ostiga mana chiziq chiziladi. Del esa o'rtasidan urib qo'yadi, ya'ni masalan 100 ming so'm aksiyada 99 ming so'm 100 ustini urardik, xuddi o'shanday. Demak, oxirgisi mark. Mark bu marker so'zidan olingan. Mana mark bo'yash. Orqa fonni sariqda bo'yab beradi. Bu yozuv bilan ishlayotganda HTML da ishlatiladigan elementlar. Kam ishlatiladi, misol CSS, boshqa narsalar uchun. Lekin mayli, ma'lumot uchun bilib qo'ygan yaxshi. Ketdik, yana rejaga qaytamiz. Xo'sh. Meta elementlar. Matn elementlarini ko'rdik. Undan keyingisi ro'yxatlar, havolalar, rasmlar, jadvallar. Biz rasm bilan ishladik. Endi ro'yxat bilan ko'rsatib beraman. Misol ro'yxat nima? O'chiramiz. HTML da ro'yxatlar ikkiga bo'linadi. Tartibli va tartibsiz. Demak, tartiblidan boshlaylik. Tartibli ro'yxatlar oltiga ochuvchi va yopuvchi. Uning ichida li ochuvchi va yopuvchi. Qarang, li list degan so'zniki va shuni ko'paytirib olaman. Qarang, klaviaturadan Ctrl Shift hamda pastki strelkani bossak, kursor qayerda bo'lsa, o'shani pastga tushirib beradi. Masalan, mana bu yerda bo'lsa edi, mana bossam, o'sha tepadagini tushirib beradi. Bizda lekin li'ni ko'paytirib oldik. Ro'yxatda masalan ismlar bor. Aziz, Otabek, masalan Javohir, Faizbek, qarang. Yangilasam, mana 1 2 3 4 deb ro'yxatni tartiblab beradi. Ol ul. Mana shu. Endi faqat 1 2 3 emas, mana olni ichiga joy tashlaymizda type deb yozsak, tupe yoziladi, mana type. Buni turlari bosh harf bilan, kichik harf bilan, a, ya'ni harflar bilan mana bosib ko'rsak. Nima qilish mumkin? A, B, C, D. Yokida buni katta qilsangiz ham bo'ladi, yokida rim raqam bilan yoki i ni bosib qo'yadigan bo'lsak ham, i katta, i kichik mana kattasi bo'la qolsin. Yangilasakmi? Mana 1 2 3 4 dan boshlanadi. Yoki shunchaki son bo'ladigan bo'lsa, mana buni typesiz ham yozsak bo'ladi. Xo'sh, ikkinchisi start degan elementi ham bor mana. Startda masalan 99 100 bo'lsin, 100 deb yozsak, tartib sonimiz 100 dan boshlanib ketadi. 100 1 1 1 2 3 qilib. Bu tartibli ro'yxat. E'tibor bering, mana tartibli ro'yxatda bo'sh joyda ham mana sanoq bor. Endi xuddi shunaqa tartibsiz ro'yxat bor. Tartibsiz ro'yxat uldan boshlanadi. Bularni har bir so'zni qisqartmasini aytib o'tirmayman, hozir ma'lumot ko'p bo'lib ketmasligi uchun mana. Endi yangilab ko'ramiz. Tartibsiz ro'yxatda mana e'tibor bering, shunchaki aylanachalar bilan ro'yxat qilib berdi. Yaxshi, endi bo'ldi. Tartibli va tartibsiz ro'yxatni ko'rib bo'ldik. Buni kommentga olib qo'yamiz. Endi o'rganadiganimiz tagi ekan. To'g'riydimi? Rejamizga ham qarab olamiz, qolib ketmasin hech narsa.
ro'yxat bo'ldi. Havolalar. Havola yaratishimiz kerak. Ya'ni qarang, A, ya'ni bu etagi deyiladi, bosamiz. Href bu havolaning manbasi, va rasm manbasi bo'lganday, havolaning ham manbasi bor. Qarang, ana bu yerda masalan Telegram guruh deb yozib qo'ysam, saytimizga o'tamizda tekshirib ko'ramiz. Telegram guruh, mana ustiga bosgan payt Telegram guruhga kirib ketish kerak havola. Havola kirib ketishi uchun mana bu hrefni ichiga silkani joylashtirishimiz kerak. Keling, buni shuni joylashtiramiz. Kamron Songbot. Joylashtiramiz. Ctrl V. Endi qarang. Yangilaymiz. Kirmadi uni havolasi bilan. O'zimizning o'quv markazi havolasini qo'yaverardik. Jahon. Mana bu havolani olamiz. Chunki biz bu yerda xato qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Kuchukcha bilan qo'yilmaydi. Shu joyga e'tibor bering. Ana bu nimasi bilan qo'yiladi? Mana https t.me bilan qo'yiladi. Keyin slash bilan mana o'zaro bunda kirib ketadi, qarang. Telegram guruhni bossam, Jahon o'quv markazini guruhiga kirib ketdi. Havola faqat Telegramda emas, mana pastdan YouTubedan ham havola qo'yishimiz mumkin. Mana add bosamiz va ana bu joyda YouTube video. Endi YouTube'ga kiramiz. Yetti. Mana bu masalan top 10 ta xato YouTube'da degan videoni qo'ymoqchimiz. Ustiga bosamiz. E'tibor bering, mana pastida ulash degan joy bor. Podelitsiya bo'ladi ko'pchilikda. Mana shu nusxa olamizda o'zimizga kelib hrefni ichiga joylashtiramiz. Endi bundan YouTube'dan chiqib ketamiz. Shunday edimi? Keling, umuman chiqib ketaylik. Havola bilan YouTube'ga kirsin. Telegramdan chiqib ketamiz. Papkamizga kirib ochamiz. Indeksga kiramizda YouTube videoni bosadigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri o'sha nimaga o'tib ketyapti. Lekin bitta narsaga e'tibor bering. Mana bu joyda bizni darsimizni ustidan o'tib ketyapti. Telegramda ham xuddi shunaqa. Shu joyda biz kodimizga ikkalasiga mana bu joydan bitta joy tashlaymizda target hamda blankni belgilab qo'ysak, mana bunisiga ham joy tashlaymizda target hamda blankni belgilab qo'ysak, yangilaymiz. Qarang, vkladkamiz ustiga bossam, yangi vkladkada ochyapti. Mana bu darsimiz qoldi. Mana Telegram guruhga bossam ham yangidan target blankni vazifasi mana yangi vkladkadan ochib beradi. Harfini asosiy foydalaniladigan atributlaridan bittasi. U atribut ketdik. Bunda xohlagan saytni ham, nimani bo'lsa ham havolasini qo'yishimiz mumkin ekan. Ketdik endi forma, input turlari, murakkab formalar, sematik, HTML. Birinchi darsimizda shu formalargacha formalarni tushuntirish bilan yakunlaymiz. Shu forma nima? Eng aslida bu yoqdan to'liqroq tushuntirib beraman. Bugun Jahon chempionatida Ispaniyani o'yini bor ekan. Men o'ylavdimki, O'zbekiston terma jamoasi qolgandan keyin Jahon chempionati tugadi deb, tugamagan ekan. Mana buni qarang. Men bu komandalarni hali bilmayman. Ispaniya qaysi bilan nima uchun o'ynayapti? Mana bu joyga kiramiz. Demak, Fransiya ham o'ynar ekan. Mana ikkalasini ham futbol muxlislari bo'lsa, bugungi ma'lumot uchun balki buni ko'rganingizda bu o'yin natijalari chiqib bo'lgan bo'lar. Ana bu joyga e'tibor bering mana.
Qarang, telefon ili adres degan joy chiqyapti. Mana ekan sozdатni bosadigan bo'lsam, barchamiz uchun desak azob beradimi? Qarang mana, imya degan joyi bor, mana familiya. Bossam mana. Ana shu narsalar forma deyiladi, ya'ni to'ldiriladigan narsamiz internetda. Shuni qanday yaratamiz? Xo'sh, bular ikkalasini kommentga olib qo'yamiz. Bizda HTMLda div degan tegimiz bor, mana qarang. Va buni vazifasi konteyner vazifasini bajaradi. Ya'ni bir turdagi qaysidir kodlarimizni bitta ichiga oladi. Masalan, hozir men ko'rsatgan formada ism, familiya bitta grafada. Ana shuni o'zini turiga qarab, bir turdagi ma'lumotni o'z ichiga oladi. Biz div ochamiz. Ajoyib tursin. Hang div. Divning ichida xo'sh, input deb yozamiz. Keyin label bilan yozamiz. Label degan tegimiz bor. Labelda for degan atributi bor. For bu ingliz tilida uchun degan. Nima uchun ochyapsiz? Ism uchun. Ism. Mana bu yerda ismingiz. Va pastida input deb yozamiz. Inputda bunda for bo'lsa, bunda type bor. E'tibor bering. Type'da shunchaki text. Da natijamizni ko'ramiz. Text nima qiladi? Input nima qiladi? Ismingiz. Ikki nuqta qo'ysak chiroyliroq bo'ladi. Ro'yxatdan o'tayotganda ismingiz. Va bu yerga ismimizni yozamiz. Mana qarang. U yerda text qo'yilgani uchun mana biz raqam, son, harf, hatto mana belgilarni ham kirita olamiz. Ya'ni yana tipda text bo'lgani uchun faqat. Lekin ikkingisida ko'ramiz hozir. Bo'ldi. Endi ikkinchi divga o'tamiz. Yana bitta div. Bular ikkalasi bitta ma'lumot bo'lgani uchun bitta konteynerda. Label yosh. Qarang, foda yosh, bu yoqda esa yoshingiz. Bitta narsaga e'tibor bering. Mana bu yerdagi yozganimiz emas, faqat mana bular ko'rinadi bizga. Yoshingiz. Label va input. Inputda yosh, sana, son, demak son, number. Qarang, endi klaviaturada harflarni bossam yozmaydi, faqat sonlar yoziladi mana. Belgilar ham yozilmaydi. Endi yana bitta narsani shu joyda eslatib o'tishim kerak. Qarang, mana ustiga bossam, hamma kirib ketmaydi. Ustiga bossam kirib ketmaydi. Bu hali bir-biriga bog'lanmagan. Bu bog'lanishi uchun mana bu fordagi ismni bunga bog'lashimiz kerak va name degan atributni yozamizda o'sha joyga ism hamda keyin id degan atributni yozamizda o'sha yerga ism deb yozib qo'yamiz. Qarang endi qanaqa bo'ldi. Yangilik. Mana ana bu joydan olib ismingizni bossak, mana bunga kirib ketadi. Qarang, yoshingizga bossak kirmaydi. Chunki bunga yozganimiz yo'q. Ismingizni bossak mana kirib ketadi. Demak, ana endi bu to'liq bo'ldi. Bu ham to'liq bo'lishi uchun mana bu joydan masalan id bilan nima edi bu, yoshmi? Yosh hamda name ni yozib ketishimiz kerak. Name yosh. Xo'sh, endi ko'ramiz. Yoshni ustiga bossak mana. Xo'sh, asosiy narsa mana shu label tegini, input tegini mana bu type. Keling, qolganini div qilib yozib o'tirmasdan, hammasi shuni ichida yoziladi. Shu inputda bor tiplarni ko'rsatib beraman. Esimda bormi? Qolganini ham ro'yxat qilib tashlaymiz. Demak, number bilan text bo'ldi. Bo'lishi mumkin date, ya'ni sana. Date'da nima bo'ladi? Mana bular nima? Bular pastda mana bularni ko'paytirib qo'ydim-ku, shular jadvali.
e'tibor qiling. Mana date mana bunaqa sana. Xohlagancha sana. Mana bu yerdan ham o'zidan ham kiritsa bo'ladi. Xo'sh, keyingisi bo'lsin, mayli color bor. Color nima qiladi? Rang. Biz kiramiz, o'zimizga kerakli rangni belgilab bosamiz, belgilaymiz. Xo'sh, keyingisi bo'lsin password. Password nima? Qarang, yozganimiz parol. Xullas, yana bittasini yozaylik, mayli. Radio bittasini belgilash. Bularni alohida yana maydalab tushuntirib beraman keyingi darsda. Radioda mana belgicha bo'ladi. Tushunarli bo'lsa, birinchi qismni yakunlaymiz.